Bugun sizlar bilan hammaga qiziq bo'lgan, sizlar kommentariyalarda rosa so'rab yozganinglar, ayn harfini qanaqa qilib oson talaffuz qilish texnikalarini o'rganamiz. Men Hamidulloh Najmiddinov, 14 yildan beri arab tili sohasidaman va hozirgi kunda Mudarris akademiyasi arab tili fonetikasi o'qituvchisiman. Endiga o'rganadigan texnikalarimiz, ya'ni ayn harfini to'g'ri talaffuz qilish usullari faqatgina o'zingiz uchun emas, farzandlaringiz uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Shuning uchun jiddiyroq turing. Ayn harfini talaffuz qilish uchun tomoqda joylashgan aynan o'sha a'zo eng katta vazifani bajaradi. Demak, 70% gacha suradigan bo'lsak, ayn harfi talaffuz qilinadi. Arab tili bizning tilimizga juda ham oson qilib qo'yilgan. Shunchaki sabr, mehnat va harakat shuni o'zi yetadi. Agar daftar va ruchkangizni olgan bo'lsangiz, tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Bugun sizlar bilan hammaga qiziq bo'lgan, sizlar kommentariyalarda rosa so'rab yozganinglar, ayn harfini qanaqa qilib oson talaffuz qilish texnikalarini o'rganamiz. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, sog' salomatmisizlar? Arab tilini o'rganishda charchamayapsizlarmi? Men Hamidulloh Najmiddinov, 14 yildan beri arab tili sohasidaman va hozirgi kunda Mudarris akademiyasi arab tili fonetikasi o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan hammaga qiziq bo'lgan, sizlar rosa kommentariyalarda yozib so'raganinglar, ayn harfini qanaqa qilib oson talaffuz qilish texnikalarini o'rganamiz. Agar siz videoni oxirigacha ko'rmaydigan bo'lsangiz, ayn harfini oson talaffuz qilish texnikalaridan quruq qolasiz. Agar daftar va ruchkangizni olgan bo'lsangiz, tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Avvalo bir narsani bilib olishimiz kerak bo'ladi. Bir xilla o'ylaydi, ayn harfini talaffuz qila olmasam hech narsa qilmaydi yoki menga bo'laveradi, endi o'rgana olamanmi? Yoshim katta bo'lib qoldi yoki menga shu ham bo'laveradi, endi o'rganmagandan ko'ra yaxshi-ku deyshadi. Lekin bitta harfi noto'g'ri talaffuz qilish bilan butun boshli ma'no o'zgarib ketib qolishini bilishmaydi. Misol uchun, arab tilida amal degan so'z bor. Qaytarib ko'ringchi. Sizda amal emas, amal ga o'zgarib qoldi. Arab tilidagi amal so'zi ish degan ma'noni anglatsa, siz talaffuz qilganingiz amal so'zi orzu umid degani. Ko'ryapsizmi qanaqa darajada ma'no o'zgarib ketdi? Yoki juda ham bir mashhur bo'lgan so'z bor, alamin so'zi. Qaytarib ko'ringchi. Alamin. Sizda adashmayotgan bo'lsam, alamin bo'lib qoldi. Alamin degan so'z arab tilida yo'q. Buni ma'nosi yo'q, ya'ni. Siz aslida olamlar degan alaminni talaffuz qilmoqchi bo'ldingiz-ku, lekin buni umuman ma'nosiz bir so'zga almashtirib qo'ydingiz. Ba'zilar esa aynni qisman talaffuz qila oladi, alaminning o'rniga a'lamin deb qo'yadi. Buni ma'nosi esa olimlar degani. Olamlar, olimlar. Xuddi o'zbek tilida ani o'rniga i'ni talaffuz qilib butun boshli ma'no o'zgarib ketganidek, arab tilida ham ayn o'rniga hamzani talaffuz qilsangiz, ma'no o'zgaradi. Agar bu holat shunchaki qandaydir so'z orasida bo'lsa, hech qisi yo'q. Lekin muhim bo'lgan jumlada kelsa, butun boshli ma'no o'zgarib ketadi. Tushunyapsizmi? Shunga o'xshash yana bir misol, arab tilida azim degan so'z bor. Ulug', buyuk degan ma'noni anglatadi. Buni o'rniga hamza bilan azim deb qo'yadigan bo'lsak, buni ham ma'nosi o'zgaradi va butun boshli jumla o'zgarib ketadi. Bilib oldingiz, harfga qanchalik jiddiy e'tibor qilishimiz kerak ekan. Endi esa videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, ana shu sizdagi xatoni birgalikda tuzatamiz. O'ylashimcha, orangizda ayn harfini maxrajini, uni sifatlarigacha hatto biladiganlar topiladi, lekin shundoq bo'lsa-da, uni haligacha talaffuz qila olmayotganlar bor. Men bugun sizlarni boshinglarni ayn harfini maxraji bundoq, sifatlari mana bundoq deb qotirib o'tirmoqchi emasman. Shunchaki eng oson, jaydari, sodda tilda ayn harfini tushuntirib bermoqchiman. Shunday ekan, oxirigacha biz bilan qoling. Endiga o'rganadigan texnikalarimiz, ya'ni ayn harfini to'g'ri talaffuz qilish usullari faqatgina o'zingiz uchun emas, farzandlaringiz uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Shuning uchun jiddiyroq turing. Hamma insonda tomog'ida joylashgan bir a'zo bor. Uni o'zbek tilida hiqildoq tog'ayi deyiladi. Buni asosiy vazifasi aslida ovqat yeyotganimizda ovqatni yoki suvni o'pkaga o'tib ketmasligi uchun klapan vazifasida bo'lgan bir a'zo hisoblanadi. Qachonki ovqat yesak, o'sha mezmarul lisan, ya'ni hiqildoq tog'ayi berkilinadi va nafas yo'lini, ya'ni o'pkaga ketuvchi yo'lni to'sadi. Va shunda ovqat, demak, mana bu videoda ko'rib turganinglardek, oshqozonga o'tib ketadi. Endi arab tili bilan shug'ullanmagan, arab tiliga qiziqmagan yoki ayn harfini talaffuz qila olmaydigan odam uchun bu a'zo faqatgina shu xususiyatga ega, ya'ni ovqat uchun ishlaydi xolos. Lekin siz bilan biz bu a'zoyimizdan unumli foydalanishimiz ham mumkin. Qanaqa qilib deysizmi? Ayn harfini talaffuz qilish uchun tomoqda joylashgan aynan o'sha a'zo eng katta vazifani bajaradi. Demak, tomog'imizda joylashgan
tomoq haqida ozgina qisqa ma'lumot berib ketaman. Tomoq 3 qismiga bo'linadi. Tomoqning tubi, tomoqning o'rtasi va tomoqning yuqori qismi. Bu joydan ko'rinmaydi, yondan ko'rsataman sizlarga. Demak, mana shu labimizdan to'g'ri borgan qismda, mana shu nuqtada taxminan demak, xildoq tog'ay joylashgan bo'ladi. Ana shu tog'ayni halqumimizni devoriga qarab 70% gacha suradigan bo'lsak, ayn harfi talaffuz qilinadi. Bundan chiqdi, ana shu xildoq tog'ayni ishlata olsak, bo'ldi, ayn harfi talaffuz qilinishi oson bo'ladi. Agar tushunib olgan bo'lsangiz, o'sha mizmarul lisan, ya'ni tog'ayni orqa tomonga surishi bir necha usullari bor. Birinchisi, qanaqadir pokiza qoshig'imi bu narsani olasizda, tilingizni ustiga bosasiz, yaxshilab o'rganib oling va orqaga itarasiz. Tilni ustiga bosib, orqaga itarishingiz kerak bo'ladi. Bir ma'noda o'sha tog'ayni orqaga qarab itarilishiga sabab bo'ladi. Yana bir usul, yutinish orqali ham aynni o'rganishimiz mumkin. Demak, yaxshilab e'tibor qiling. Nimaga yutinish kerak? Chunki yutinganimizda ana shu tog'ay halqumni devoriga qarab uriladi. Bizga aynan shu kerak. Ya'ni tog'ayni halqum devoriga qarab yaqinlashtirishimiz kerak bo'ladi. Yana bir usul, boshni tepaga qarab shug'ullanishimiz ham mumkin bo'ladi. Nimaga deysizmi? Sababi o'sha xildoq tog'ayni bizning asosiy vazifamiz halqumni devoriga qarab yaqinlashtirish. Tepasi ulanmagan, past ulangan a'zo bo'lganligi uchun ana rasmda ko'rib turibsiz. Boshni osmonga ko'taradigan bo'lsangiz, o'z-o'zidan bu ozgina orqaga yotib beradi. Aksincha, boshni agar pastga qarab egadigan bo'lsangiz, ayn harfi yaxshi chiqmay qoladi. Mashq qilib ko'ring. Nimaga? Chunki xildoq tog'ayi halqumni devoridan uzoqlashib qoladi. Orqaga tushiradigan bo'lsangiz, yaqinlashadi va ancha osonlashadi. Endi biroz mashq qilamiz. Mashq qilganimizda tomoqni mana shu qismini yumshoq bosib mashq qilsak, osonroq bo'ladi. Sukunli holatda mashq qilamiz avval. Ya'ni undan oldin unli a tovushini ko'proq cho'zib turib, ayn harfini sukunli holda mashq qilamiz. Sezyapsizmi? Tovush o'zgaryapti. Mana shu holatda. Demak, tomoni o'rtasidan yumshoq siqishimiz kerak bo'lar ekan. Qaytaryapsiz-a? Lekin bir narsani unutmang, ayn harfi va boshqa arab harflari siz o'ylagandek qiyin emas. Arab tili bizning tilimizga juda ham oson qilib qo'yilgan. Shunchaki sabr, mehnat va harakat shuni o'zi yetadi. Endi esa ayn harfini talaffuz qilishda uchrab turadigan xatolar yuzasidan gaplashamiz. Birinchisi, ayn harfini o'ta qattiq talaffuz qilib yuborish. Ya'ni tomoni agar keragidan ortiq siqib qo'yadigan bo'lsak, ayn harfi qattiq harfga aylanib qoladi. Masalan, na'budu so'zini na'budu deb qo'yish. Bunda videoda ko'rib turganingizdek, halqum devoriga, demak, xildoq tog'ay qattiqroq urilib qoladi. Na'budu bu xato. Yoki aksincha, juda ham bo'sh qo'yib yuboradigan bo'lsak ham, ayn harfi chiqmay qoladi. Na'budu. Bu ham noto'g'ri. Yana bir xato, ayn harfini sukunli holatda tebratib, ya'ni o'sha qalqala qilib talaffuz qilib qo'yish. Bu ham noto'g'ri. Na'budu bo'lish kerak, lekin ba'zilar qalqala qilib na'budu deb qo'yishadi. Bu ham xato. Va ba'zilarda ushlab turadigan xato, ayn harfini talaffuz qilganda burun orqali g'unna tovushini chiqib ketishi. Na'budu burundan ovoz chiqib ketish. Buni tuzatish yo'li juda ham oson. Burunni berkitib mashq qilasiz. Na'budu deganimizda, ya'ni burun orqali agar sizda g'unna sifati bor bo'lib qolgan bo'lsa, bilinib qoladi, ya'ni tovush o'zgaradi. Na'budu bu xato. Qanday qilishimiz kerak? Na'budu. Tabiiyki nun harfida bor, lekin ayn harfida g'unna sifati mavjud emas. Arab harflarini, xususan ayn harfini yaxshi talaffuz qila oladigan tanishingiz bormi? Hech so'rab ko'rganmisiz o'shandan? Qanaqa qilib talaffuz qilgansiz? Menga ham o'rgating, men hech qazolmayapman deganmisiz? Va agar so'ragan bo'lsangiz, ko'p ehtimol shu mashqqa o'rganman chiqib ketgan degan javobni eshitgansiz. Bu eng to'g'ri usul deb men shaxsan o'ylayman. Nimaga? Chunki yuqorida o'rgatgan texnikalarimiz qanchadir miqdorda foyda berishi mumkin, lekin baribirga ham arab harflarini talaffuz qilish uchun
ko'proq mashq, ko'proq eshitish orqali o'rganasiz. Rus tilida sluh deb qo'yiladi. Ya'ni qancha ko'p eshitsangiz, o'shancha tez o'rganasiz. Masalan, yosh bolalar, 5 yosh, 6 yoshli bolalarga mana shu hozirgi sanab o'tgan texnikalarimni aytsam, ular tushunishadimi? Yo'q, albatta. Ular qanaqa o'rganishi mumkin? Shunchaki eshitadi bo'ldi. Eshitadi va qaytaradi. Aynan shuning uchun ham ko'proq eshitsangiz foyda. Hozir men bir nechta so'zlarni takrorlayman va orada ozgina kutib turaman. Siz meni ketimdan qaytarishingiz kerak bo'ladi. Unda boshladik. Hozirgi aytib o'tilgan ma'lumotlarni daftaringizga yozib qo'ysangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Agar tushunmagan bo'lsangiz, sizda qaytadan videoni ko'rish imkoniyati bor. A, ai, au, abada, ya'budu, abdun, ubaydun, fa'ala, yufa'ilу, sa'ada, yusa'idу, mudarrisun. Mudarrisun so'zda ayn harfi yo'q. To'g'ri, lekin mudarris so'zi bizani o'quv markazimizning nomi. Mudarris akademiyasi. Agar siz mana shu videolar orqali yoki qanaqadir onlayn darslar orqali ham arab tilini o'rgana olmayotgan bo'lsangiz, Toshkent shahri bo'ylab 4 ta filialga ega bo'lgan Mudarris akademiyasiga tashrif buyuring, biz sizni kutamiz. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Albatta buni biz o'qib chiqamiz. Ko'rishguncha.